Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshilamiz. Dunyo kishilik huquq kunida Uyg'urlar Xitoyga qarshi sadosini texmi kuchaytirdi. Tutqundagi Uyg'ur olimi Rahila Davudga faxriy professorlik unvoni berildi. Fransiya musulmonlarga munosabatlik ta'tilashlik qonun loyihasini ma'qulladi. Sog'lomlik haqida tuvandagi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 10 dekabr So'd Dunyo Store'ning xabar qilishicha, Dunyo kishilik huquq kunining 72 yilligini xotirlash munosabati bilan Sharq Turkiston surgun dokumentining bosh ministri, Sharq Turkiston Milliy uyg'unish harakatining raisi Solih Xudoyarning muhojiratdagi Sharq Turkiston qarindoshlarining o'zi turishlik joylarda namoyish uyushtirishni alohida chaqiriq qilib, Xitoy va Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkiston, Hong Kong, Ishki Mongol, Tibetga qilgan tajovuzchiligi va zo'ravonligiga, Falun Gongchilarni yo'qotishga qarshi turish, Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan harakat faoliyatlarini bir kun to'xtatib qo'ymasligimiz kerakligini, bugungi dunyo vaziyatini qo'ldan berib qo'ymasligimiz kerakligini ta'kidlagan. 10 dekabr Dunyo kishilik huquq 72 yillik xotir kunida Kanada Sharq Turkiston birligi, Yaponiya Sharq Turkiston xalq jamiyati, Gollandiyadagi Uyg'urlar, Germaniya Sharq Turkiston yoshlari, Turkiyadagi Sharq Turkiston jamiyatlari, shundaqla ism atalmay qolgan boshqa davlatdagi Sharq Turkiston jamiyatlari, Sharq Turkiston Milliy uyg'unish harakati rahbari Solih Xudoyarning xalqaro namoyish chaqiriqiga ovoz qo'shib, shundaqla surgun hukumatning Xitoy tajovuzchilarini irqiy qirg'inchilik bilan ayblab, xalqaro jinoiy ishlar sudiga topshirganligini qo'llash maqsadi o'rlashtirilgan. Namoyishda namoyishning talablari 3 xil tilda o'qib o'tilib, ayrim holda Gollandiya hukumati, Amerika hukumati, Yevropa ittifoqi, xalqaro jinoiy ishlar sudi, xalqaro adolat sudi, Shimol Atlantik ahdi tashkiloti qatorliq dunyodagi barliq demokratiyaning qo'g'dug'uchilaridan vatanimizdagi xalqimiz uchrayotgan zulmni to'xtatishni, irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni, Uyg'urlarni qo'g'dash qonun chiqarishni va Sharq Turkistonni mustamlik zimin deb e'tirof qilishni talab qildi. Shundaqla bu haqda imzo to'plab, buni yuqorqi o'rinlarga sunmoqchi ekanligini bildirdi. Kanada Sharq Turkiston birligining raisi Tuyg'un Abduveli, Tibet vakili, Xitoy demokratchilarining vakili mustabid kommunist Xitoy hukumatining jinoiy qilmishlariga qarshi 8 dekabrdan 10 dekabrgacha Torontoda qattiq sovuq va shivirg'onga qaramay ochlik e'lon qilish harakati yapadi. So if the Senate and the House fail to get this genocide resolution passed as soon as possible, then it is up to the U.S. government and especially President Trump to show moral leadership by signing an executive order to recognize China's atrocities against Uyghurs and other Turkic peoples in occupied East Turkestan as a genocide. Independence for America! Independence for America! Independence for America! Recognize the genocide! Shame on China! Shame on China! Bloodsucker China! Bloodsucker China! Bloodsucker China! Bloodsucker China! Free as Turkestan! Free Turkestan! Free as Turkestan! China, stop the ethnic cleansing. China, get out of East Turkestan! China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan! China, get out of East Turkestan. Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan. Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan. こんにちは。私たちは在日東トルキスタン国民協会です。本日は12月10日、世界人権デーです。Amerikadagi ichib etilgan jamiyat universiteti 2017 yil 12 dekabr oyidan boshlab izdereksiz g'oyib qilib o'tilgan Uyg'ur folklorshunosi Dr. Rahila Davudga odamiyat fanlari bo'yicha faxriy professorlik unvonini bergan. Bu mazkur o'rinning odamiyat fanlari bo'yicha tutqundagi olimlarga bergan tunji faxriy professorlik unvoni ekan. Bosh shtabi Nyu-Yorkdagi xavf ostidagi olimlarni qutqizish tashkiloti 10 noyabr kuni tutqundagi Dr. Rahila Davudga 2020 yillik xalqaro tafakkur jasorati mukofotini berganligini e'lon qilgan. İçib etilgan jamiyat universitetining mudiri Leon Botstin Rahila Davud Uyg'urlarning madaniyati va uni tadqiq qilishga boshlamchi bir shaxs sifatida xalqaro e'tirof qilindi. U bir avlod yoshlarni Sharq Turkistonning folklor va an'anasini tadqiq qilishga tarbiyaladi. Uning tavranmas irodasi bilan ro'yobga chiqqan muhim asarlar dunyo jamoatchiligining va Uyg'ur madaniyatining qimmatli boyliqlarini tonish uchun ko'rikka aylandi degan.
Kishilik huquqni ko'zish tashkiloti va boshqa tashkilotlar Sharq Turkistondagi atalmish siyosiy tarbiyalash lagerlari haqida doklad berib, taxminan 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning hech qanday qonuniy rasmiyatsiz tutib turilganligini, qiyin qistoqlarga uchrayotganligini bildirgan. Shundaqla 2019-yil dekabr oyida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq mutaxassislari qonunsuz tutib turish, majburiy yo'q qilib etish va maxfiy sotlashning qonun bilan boshqariladigan davlatda o'rni yo'q. Bu xil qilmishlar 1998-yili Xitoy o'zlari imzolagan fuqarolar va siyosiy huquq xalqaro ahdnomasining ruhiy zid deb ko'rsatgan. Rahila Davudga faxriy professorlik unvonini berish orqali xalqaroning Xitoydan uni qo'yib berishni talab qilish harakatini qo'llaydiganligini ifodalab, bayonotida agar Rahila Davud erkinlikka chiqsa, uning tadqiqot va o'qitish ishlari bilan shug'ullanish uchun o'zlarining maktabiga kelishini qarshi oldiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, professor Rahila Davud 2017-yil 12-oyda urug' tuqqanlarga o'zining Urumchidan Beyjingga boradigan aeroplanga chiqishga tayyorlik qilayotganligini aytgan. Shuningdek keyin u izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Rahila Davud garchi Xitoy hukumat tomonidan atalmish qayta tarbiyalash lagerida yoki tutib turish o'rnida va yoki turmada tutib turilyapti deb faraz qilinayotgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha uningdan hech qanday xabar bo'lmagan. Tafakkur jasorati mukofoti kasbiy yoki ommaviy mulozimat sohalarida o'zining shaxsiy bexatarligini qayirib qo'yib, ilmiy tadqiqot erkinligi va tafakkur erkinligini qo'g'dash yo'lida jasorat ko'rsatgan shaxs gruppa yoki organlarga berildi. 2 oktyabr Fransiya prezidenti Emmanuel Macron tomonidan e'lon qilingan islom va musulmonlarni zarba obyekti qilganligi qonun loyihasi ministrlar kengashining ma'qulligidan o'tdi. Yanvar oyida Kengash palatasining tasdiqiga sunilgan bu qonun loyihasi palataning ma'qulligidan o'tgan taqdirda yana bir qatim parlament ovoz qo'yiladi. Fransiya bosh ministri Jean Castex ministrlar kabineti yig'inidan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida musulmonlarni chetga qoqqanlik to'g'risidagi ayblashlarning aksicha, u qonun loyihasining islom diniga zarb berishni emas, balki oshqon islomchilikqa qarshi turishni nishon qildiganligi, oshqon islomchilikning jamiyatda uyushmanlik va zo'ravonlikni yoyganligini, shundaqla jamiyatni parchalaganligini da'vo qilgan Castex, uningga qarata jumhuriyatning bo'yin egishini emas, o'zining qimmat qarshini qo'g'dashni tanlaganligini ilgari surgan. Oshqon so'lchil ideyadagi bo'yin egmas Fransiya harakatining rahbari Jean-Luc Mélenchon hukumatni bu qonun loyihasi orqali musulmonlarni kamsitishga urindi deb ayblagan. Bu qonun loyihasi parlamentga sunilganda uning nurg'un tuzishlarning kirgizilishini talab qilganligini bildirgan Mélenchon, mazkur qonun loyihasining musulmonlarni kamsitishni maqsad qilganligini o'ttirib qo'ydi. Qonun loyihasi islom jamiyatlarining moliya manbalarini taftish qilish va imomlarga Fransiya tarafidan salohiyat guvohnomasi berish shartlarini o'z ichiga olgan 54 moddadan tarkib topadi. Masjidlarning mablag'larini qattiq kontrol qilish, musulmonlar jamiyatlariga bo'lgan kontrollikni texnik kuchaytirish va diniy xodimlarning chet eldan kelishining oldini olishni maqsad qiladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 2 oktyabr o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida Fransiyadagi musulmonlarning bo'lginchilikni tashabbus qiluvchi ideologiyasi borligini, ularning o'z qonunlarini Fransiya qonunidan ustun ko'rdiganligini, hatto buninglik bilan qolmay islom dunyoning hamma yerida krizis ichida degan. Yana bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet bu bexatarlik qonun loyihasining Fransiyadagi afrikaliklar bilan boshqa osonlik millatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishidan, shundaqla musulmonlarni nazorat qilish ehtimolligidan andish qildiganligini bildirgan. Uyg'ur tibobatida börekni asrash tadbirlari. 1. Ovoz sovuq chog'larda qalin kiyinish. Bosh va putini issiq saqlash. Balgi sovuq o'tib ketishning oldini olish. Amalba poti bog'lab olish. 2. Hayvonot börekini iste'mol qilish. Kavob qilib yesin bo'ladi. 3. Zaytun yog'i, qo'yning koni dumbi yog'i, börek yog'i va har xil issiqlik moylari bilan bal qismini maylab berish. 4. Ziyoda charchab ketganda ikki putini tomga ilib birdam yetish yoki tuz yerda birdam yetib berish. Pat-pat bal qismini ovlab berish. 5. Yiltiz g'ol turidagi ko'ktatlarni ko'proq iste'mol qilish. Pat-pat savza, chamg'ur silingan sho'rp ichish. 6. Pat-pat zapa, lochindona, novat qatorliqlar bilan choy damlab ichish. 7. Yangoq, badam, chilg'o'zi meg'izi, so'qchilan, xurmo, o'rik qiqi, banan, anjir, apelsin qatorliq meva ko'ktatlarni ko'proq iste'mol qilib berish. 8. Anjir murabbosi, yangoq murabbosi, zanjibil murabbasi, uzum shirnisi, xurmo va lobobi kabir, moddatul hayot qatorliq Uyg'ur tibobat to'rlarini iste'mol qilib berish. 9. Har kuni tushdan keyin muvofiq miqdorda badan chiniqtirib, qon aylanishini jonlantirib berganda börekni yaxshi asrag'il bo'ladi. 10. Yangoq, badam, quruq uzum qatorliqlarni muvofiq miqdorda iste'mol qilish yoki ozroq aralashtirib so'qmoq qilib iste'mol qilganda börekni asraydi. 11. Keklik, bo'duna, boshqa, qushqoch, o'la qatorliq qushlarning go'shini yepasan börek foydali. 12. Kunda deganda bir qo'sh hasalni ilimon qaynoq suvda eritib iste'mol qilib berganda börekni asrag'il bo'ladi. 13. Yangoq, badam, pista, pindiq qatorliqlarning xoligan birining meg'izini so'qib, noshtalık choy sutlab ichganda börekni quvvatlaydi.
Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.